Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi, uzrman, shoshiryapman. Rasul Bobur, ijtimoiy jurnalist, bloger. Davlatimizda hozir keng qamrovli korrupsiyaga qarshi kurash olib borilmoqda. Har bir jabhalarda, sohalarda o'ziga xos yangiliklar, tashabbuslar amalga oshirilmoqda va bu borada xodimlaringiz tushuntirishda shaffoflikni ta'minlash, raqamlashtirish tamoyillari juda ham yaxshi yo'lga qo'yilayotgan ekan. Bundan tashqari yana qanaqa harakatlar qilinyaptiki, sizlarning o'zingizlarning sohalarda korrupsiyani oldini olish bo'yicha? Rahmat sizga savolingiz uchun. Boya yuqorida aytganimdek, bizni birinchi qilishimiz kerak bo'lgan birinchi vazifa sifatida o'zimizga belgilaganimiz yo'l transport hodisalarini oldini olish, o'limni kamaytirish bo'lsa, dolzarbligi bundan kam emas korrupsiya holatlarini kamaytirish, umuman taktik bilan sug'urib tashlash masalasi bo'yicha juda qattiq ishlar amalga oshirilyapti. Buni shu uchun ham men bu savol-javob qismidan oldin amaliyot deb ko'rsatib berishlarini xodimlarimdan iltimos qilgandim. Bugungi kunda mana korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha raqamlashtirish bunga samarali bir ijobiy o'zini yondashadigan yoki o'zini natijasini beradigan narsa bu raqamlashtirish. Raqamlashtirish masalamiz bizda hozirgi kunda vakolatlarni, ayrim vakolatlarni oldik, ayrim vakolatlarni raqamlashtirdik. Mana o'zingizlar guvohi bo'lyapsizlar. Aynan o'sha nimaga beryapmiz, davlat xizmatlari bilan hamkorlikda ishlaymiz. Baribir ham fuqarolarimiz yagona darchaga borib murojaat qilyapti, boshqa qilyapti. Haydovchilik guvohnomalarini chop etib berish vakolatlari berilyapti. Umuman kompleks bu bo'yicha ishlarni amalga oshiryapmiz. Xodimlari avvalambor har bir shaxsiy tarkibni oilasi borib o'rganadi. Oilasidagi o'sha ijtimoiy muhitda bo'lsin, nimadir sabab bo'lishi mumkin bo'lgan juda ko'p kriteriyalarni belgilab olgan. Avvalambor o'zi korrupsiyaga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan omillar nima u? Obyektiv, subyektiv omillar mavjud. Mana shu barcha omillarni birma-bir yopib korrupsiya holatlarini oldini olish bo'yicha ishlaymiz. Bu bo'yicha sizga mana alohida berib yuborishadi. Aynan bizda mana shu shaxsiy tarkib bilan ishlash kadrlar boshqarmasi boshlig'i bevosita ishlaydilar bu bo'yicha. Bugungi kunda maqtanadigan bo'lmasa ham sezilarli natijalarni ko'rib turibmiz bu bo'yicha. Boya aytganimdek, bu tinimsiz davom ettiriladi. Bu harakatimiz bizni korrupsiyaga qarshi o'zimiz alohida tadbirlar o'tkazib turibmiz. O'zimiz juda ko'p holatlarni aniqlayapmiz, raqamlashtirib. Bu bizni kun tartibimizdan tushmaydigan masalalar. Rahmat javobingiz uchun. Bitta taklifim bor, targ'ibot masalasi. Hurmatli jurnalistlarimiz, ommaviy axborot vositalarimiz yordamida shu pora berish va olishga noto'g'riligi, xatoligi, noqonuniyligi haqida targ'ibotni ham amalga oshirsanglar maqsadga muvofiq bo'lardi. Rahmat. Mana shu men endi hozir so'zimni yakunida aytmoqchi edim shuni. Iltimosimiz ham shu bo'lardi bizni. Bugungi kunda yo'l patrul xizmati xodimi bo'ladimi, yo'l harakat xavfsizligi xizmatida shu ishlayotgan shaxsiy tarkib o'zi biladi. Mana juda ko'plab holatlarimiz bo'lyapti. Aynan mana transport vositasini spirtli ichimlik ta'sirida boshqarib keladi. O'sha shaxsiy tarkibimizni to'xtatgandan keyin, aniqlagandan keyin tegishli tartibda davlatni, yurtimizni, o'sha respublikamizni qonunlariga asosan chora ko'rish paytida pul taklif qilish, pora taklif qilish holatlari bo'lyapti. Biz hattoki 2-3 martagacha ogohlantiryapmiz. Bo'lmasam o'sha bu yerda ko'pchilik tushunadi, jinoiy ishni qo'zg'atishgacha bo'lgan harakatlarni amalga oshiryapmiz. Shu iltimosimiz ham shu bo'lardiki, rahmat, ayrim saytlar yorityapti, buni ko'rsatib beryapsizlar fuqarolarga. Shu bilib bilmaydi jinoyatni amalga oshirib qo'ymasinlar. Shuni pora berish ham jinoyat, pora olish ham jinoyat. Buni esdan chiqarmaslik